$100,000 undirish mumkinmi? Ayolni va bolalarni yoki uy-joysiz yoki mol-mulksiz qolib ketish ham. Ko'pchilik erkaklar voy agarda bizga xiyonat qilsa baribir to'laymizmi kvartirasini deb juda ham shov-shuv to'polon bo'lib ketdi kommentlarda. 3-4 oy yashashyapti, lekin yigitni bu turmushdan avval yashab yurgan boshqa ayoli bor. Aytaylik farzandi ham bor. Lekin bundan hali kelinchakning xabari yo'q. Mana shu holatda uni huquqlarini himoyalanishi, hali oilada mol-mulki ham yo'q. O'qimagan bo'lsa deylik, oddiy tilda oddiyroq ishda ishlashi mumkin bo'ladi. Aytaylik mardikor bo'lishi mumkin, daromad past bo'lishi mumkin. Shu holatda mana bugungi kunda ayollarimizda ham ehtiyojlari bor o'ziga yarasha. Shu ehtiyojlar qondirilmasa, bu moddiyat bilan bog'liq bir sabab bo'lishi mumkin. Bir umumiy oila bo'lib yashash jarayonida aralashuvlar ko'payadi. Misol uchun qayn opa uni qiling, buni qilmang deyishi mumkin. Masalan, hozir aytsam, bu battarlashadi. Bu ajrimga olib boradi. Yoki meni nomim chiqadi. Mayda shaxsiy munosabatlarni ham tartiblash. Masalan, uy yumushini kim bajaradi? Ayolning ko'rinishi, erkakning ko'rinishi bilan bog'liq shartlarni ham kiritib qo'yishadi. O'zbekistonda nikoh shartnomasi orqali er-xotin ajrashayotgan paytida, masalan, xiyonat sabab $100,000 undirish mumkinmi? Bugungi kunda nikoh shartnomasi Gollivud kinolarida yoki boylar uchun yuritiladigan narsa emas. Bu tobora ko'proq eng yuqori darajada tilga olinayotgan vosita. Shaxsan prezidentimiz nikoh shartnomalarini ommalashtirish zarurligini ochiq e'lon qilganlar. Ajralishganlarida ayniqsa bolalar og'ir moddiy ahvolga tushib qolmasliklari uchun. G'oya menimcha hammaga tushunarli. Nikoh albatta mas'uliyat bilan chambarchas bog'liq. Lekin amalda yangi muammolar kelib chiqmoqda. Bir tarafdan nikoh shartnomasi haqiqatdan ham zaif tomonni himoya qilishi kerak bo'lsa, boshqa tarafdan ayol taraf o'sha shartnomaga binoan mol-mulksiz qolsa-chi, himoya va tavakkalchilik o'rtasidagi chegara qayerdan o'tadi? Va bir hujjatning o'zi ham himoya, ham tuzoq bo'lib qolishi mumkinmi? Keling, bir kun podkastning bugungi sonida bu haqida gaplashamiz. Shu mavzuni yoritish uchun bugungi mehmon ekspertimiz Saidvaliyeva Xurshida Hojiakbarovna, yuridik fanlari doktori. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdurahmon. Katta rahmat vaqt topganingiz uchun. Men shu mavzu bo'yicha ekspert qidirganimda bir nechta odam sizni tavsiya etishdi, chunki sizning dissertatsiyangiz aynan shu mavzuda ekan. Ha. Xurshidaxon, O'zbekistonda nikoh shartnomasi instituti o'zi qachon joriy etilgan va uning maqsadi nima? Endi 1998-yil Oila kodeksi, O'zbekiston Respublikasida Oila kodeksi shu mustaqillik davrida ilk qabul qilingan kodeks hisoblanadi. Endi shu davrga qadar o'sha mustabid tuzum davrida mustaqillikkacha bo'lgan nikoh va oila kodeksi amal qilganda. Endi bu 98-yilda aynan shu oilaviy munosabatlarda shartnomaviy huquqiy tartibga solish tartibi kirib kelgan. Bu albatta mustaqil O'zbekiston uchun o'sha davrda, o'sha yillarda katta yutuq hisoblangan, chunki bundan avvalgi o'sha sovet tuzumi davrida nikohda, oilada bunaqa kelishuvlar, shartnomalar tuzish taqiqlangan va bunday institut umuman mavjud bo'lmagan. Bu yangi mustaqillik davridagi O'zbekistonni o'zini qabul qilgan shu kodeksida alohida bobda, 6-bobda shu shartnoma tuzish imkoniyati berilgan va o'sha oila a'zolarini huquqlarini himoya qilishni nazarda tutgan. Asosiy uni mazmuni, maqsadi har bir oilaga
qonun belgilab bergan tartibdan tashqari o'zini mulkiy munosabatini shaxsan kelishuv asosida, tenglik prinsipi asosida tartibga solish imkoniyatini beradi. Qaysidir ma'noda aytish mumkinki, bu oilani bir kichik qonuni, oilani tartibga soluvchi konstitutsiyasi degan mazmunni ham berish mumkin. Faqat bu oila kodeksida mulkiy munosabatlarga nisbatan qo'llaniladi. Demak, bu yangi narsa emas ekan, anchadan beri bor bo'lgan narsa. Hozir ishlatilyaptimi o'zi yo shunchaki qonunda bor narsa, lekin odamlar ishlatishyaptimi o'zi shu imkoniyatni? Endi bu shartnoma shu 98-yilda qabul qilingani, kirib kelganligi, avvalambor qonunshunos shu imkoniyatni oilalarga yaratib bergan. Endi uni qo'llanilishi, buni amaliyoti o'ziga xos xususiyatlarga ega, chunki bu yerda qator ijtimoiy normalar, aytaylik stereotiplar, qarashlar, yondashuvlar, diniy axloqiy yondashuvlar ham mavjud bo'lib, bugungi kunga kelib uni tuzilishi, ya'ni har yili tuziladigan nikohlar soniga nisbatan ancha ozni tashkil etadi. Misol uchun o'tgan yili, bu yilgilarda masalan 269 mingta nikoh bir yilda tuziladigan bo'lsa, shundan aytaylik 4,8% nikoh shartnomasi qayd etilgan. Mana 24-yil statistikasida nikohlar soniga nisbati 4%, 4%dan oshiq, ya'ni 5%ga ham yetmaydi tuzilganligini ko'rish mumkin. Endi bu yerda nikoh shartnomasini qanday qabul qilish, uni qaysi jihatlarini, shartlari, talablari, qoidalari borligini tushunish bilan alohida o'sha bog'liq bo'lsa, yana bir holatida uni oqibatlarini ham o'sha aholi o'rtasida har xil qarashlar borda. Misol uchun, bu menga xavfmi, bu menga ishonchsizlik beradimi yoki ertaga oila tuzishimdan oldin men ishonchsizlik bildiramanmi degan tushunchalar bo'ladi. Yoki ayollarimizda, qizlarimizda o'zini mulkiy huquqini himoya qilish borasida uyat bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'noda tuzaylik deb aytolmasligi mumkin, iymanish bo'lishi mumkin. Yoki teskari holatlar ham bo'lishi mumkin. Bundan foydalanish, qonunni aylanib o'tish kabi holatlar ham kuzatiladi. Endi mulk bilan bog'liq bo'lgani uchun bir jihatni aytib o'tmoqchi edim. Bizda o'sha o'zbekchilik mentalitet nuqtai nazaridan ko'p holatlarda mulkdor sifatida erkak kishi ko'riladi va o'sha mol-mulklar nikoh davrida, umuman nikohdan avval o'sha egalik qilish, foydalanish nuqtai nazaridan sotib olingan bo'lsa, demak, ko'proq erkak nomiga yoki erkakni otasi, onasi nomiga rasmiylashtiriladi. Agar bu nikoh davrida er-xotin mol-mulki deb qaraydigan bo'lsak, ko'p holatlarda ayol nomiga o'sha mol-mulkni rasmiylashtirmasligini ko'rishimiz mumkin amaliyot holatida. Va bu bilan nima demoqchiman? Chunki nikoh shartnomasida mana shu mol-mulklar haqida gapiriladi. Er-xotinni mol-mulki haqida gapiriladi. Uning otasi, onasi yoki akasi nomiga qo'yilgan mulk haqida ketmaydi gap, shartlar. Asosan ularning mol-mulki, masalan, uy-joy deylik, kvartira deylik, mashina bo'lishi mumkin yoki turli qimmatbaho buyumlar, zebi ziynatlar bo'lishi mumkin. Mana shularning taqsimoti. Agarki oilada nizo keldi yoki shunaqa holat keldiki, oila endi birgalikda yashashni davom ettira olmaydi. Mana shu holatda har ikki tomonda mulkiy huquqlar bo'lishi kerak. Ya'ni yoki mulk teng 50-50 bo'linishi kerak yoki ulushli alohida holatda belgilanishi kerak bo'ladi. Mana shu joyda ko'p holatlarda ayollar, bolalar zaif tomon sifatida ko'rinib qoladi va bu yerda o'sha qaysidir ma'noda mol-mulkdagi qarashlar nuqtai nazaridan ayollar ulushini mol-mulkda kam
o'sha egaligi tasarruf etishi namoyon bo'ladi. Endi umuman statistikada va bugungi kunda olib borilayotgan o'sha gender tengligi siyosati nuqtai nazaridan mulkdorlar orasida, tadbirkorlar orasida ayollarni ulush ko'payib bormoqda. Buni tan olib o'tish kerak. Lekin tafovut saqlanib qolyapti. Masalan, ayollar mana shu 24-yilda 28% uy-joyga va mol-mulkka ega bo'lgan bo'lsa, erkaklarimiz 71% mulkdor sifatida ko'rilgan. Va tafovutni ko'rsak bo'ladi, 71-28 orasidagi tafovut baribir mavjud. Bu o'sha xalqaro indekslar tomonidan ham qayd etilgan va shu jihatdan aytish kerakki, nikoh shartnomasi mana shu holatda qandaydir keraksiz aholi nazarida uni himoyalamayotgandek tuyulib qoladi. Uni ahamiyatini ko'rsatib bera olmaydi. Chunki nikoh shartnomasi faqat tor doirada mulk bilan bog'lanib qolyapti. Endi xorijiy mamlakatlar, o'sha rivojlangan mamlakatlarni bir qator qonunlari amaliyotiga qaraydigan bo'lsak, ular shaxsiy nomulkiy munosabatlarni ham tartibga solishni kiritib o'tishadi. Endi bu yerda har xil modellar bor. Masalan, ba'zi davlatlar, aytaylik, o'sha Germaniya, Rossiya kabi davlatlar va bizni qonunchiligimiz, Qozog'iston qonunchiliklari imperativ normalar qo'yadi. Mana Italiya davlati ham. Nima degani bu? Imperativ degani, ya'ni qat'iy. Ya'ni faqat mulkiy munosabatni ko'rish mumkin. Masalan, umumiy bo'ladimi mulk yoki tadbirkorlik faoliyati bo'lsa, ayolga ulush ajratiladimi, u uyda bola parvarishi bilan band bo'lsa ham, faqat erkak faoliyatida bo'lsa, mehnat faoliyatida bo'lsa degan kabida. AQSh yoki Angliya modelini ko'radigan bo'lsak, u yerda dispozitiv deyiladi, ya'ni erkinlik beriladi. U yerda ya'ni er yoki xotin erkin tarzda o'sha oilasi bilan bog'liq munosabatlarini kiritib o'tadi. Masalan, shaxsiy holatda ham aytaylik. Misol. Masalan, aytaylik, bolalarni parvarishi bilan bog'liq deylik. Yoki ikkalasini qaysi mehnat faoliyati bilan shug'ullanishiga oid shart kiritishi mumkin. Yoki endi ularda shu erkinlik shu darajadaki mayda-mayda shaxsiy munosabatlarni ham tartibga solish. Masalan, uy yumushini kim bajaradi? Kim aytaylik uy hayvonini o'sha parvarishiga majburiyatini oladi. Ish vaqti qanaqa? Hattoki shunaqa shartlar bor. Masalan, ayolni ko'rinishi, erkakni ko'rinishi bilan bog'liq shartlarni ham kiritib qo'yishadi. Masalan, agar semirib ketsang shuncha kilogrammdan oshiq yoki ko'rinishing meni qoniqtirmay qolsa, u holatda misol uchun kompensatsiya olishi yoki yo'q. Endi bizni qonunchiligimiz bu holatdagi mayda, o'ta mayda shaxsiy munosabatlarni kiritishni nazarda tutmaydi. Umuman shaxsiy munosabatlarni kiritish nazarda tutmaydi. Mana masalan, er-xotin bor deylik. Yo erda yoki xotinda korxonasi bo'lsa, o'zi xo'jayin bo'lsa, zavodmi, korxona. O'zimizni qonunchiligimizga asosan nikoh shartnomasi tuzilsa, shu korxonani ham bo'lish nazarda tutib shu punkt qo'yish mumkinmi? Albatta. Demak, oila kodeksida belgilab berilgan qaysi mol-mulklar o'sha umumiy mol-mulk hisoblanadi. Bunga tadbirkorlik faoliyati ham kiradi va bu tadbirkorlik faoliyatida teng ulushli bo'lib qatnashish mumkin yoki muayyan ulushga ega bo'lish mumkin va nikoh shartnomasida ham o'sha ulushni qiymatini yozib qo'yish mumkin. Misol uchun, haligi aytgan holatimda agar faqat tadbirkorlik faoliyati bilan erkak shug'ullanib, ayol bola parvarishida bo'ladigan bo'lsa, nikoh shartnomasi shartlarida 50-50 yoki 65-45 ko'rinishida yoki har oy ayolni o'sha daromaddan ulush olish shartini kiritib o'tish mumkin bo'ladi. Bu ham nazarda tutilgan. Bundan tashqari yana misol uchun intellektual mulkdan olinadigan daromad bo'lishi mumkin.
misol uchun hozir bugungi kunda mana IT sohasi rivojlangan, kimdir aytaylik sayt yaratib yoki o'sha onlayn tarzda raqamli platformalarda ham daromad ko'radi. Mana shu daromadlardan ham ulushga ega bo'lish. Umuman olganda, shartnoma tuzilmagan holatda ham ular umumiy mulk sifatida ko'riladi. Shartnoma esa uni aniq belgilab beradi. Qancha foizda, qancha hisobda, qanday ko'rinishda, miqdorda, qaysi muddatlarda shu narsaga ega bo'lish mumkin. U faqatgina ajrashganda ega bo'lmasligi mumkin. Uni har oy daromad sifatida kelishib bu narsadan ulush olib turish mumkin. Ta'minot sifatida olishi mumkin. Ya'ni ta'minot xarajatlari bo'lishi mumkin, belgilanishi mumkin. Bilmadim, rostmi, yo'qmi, eshitganmisiz, balki siz ham eshitgandirsiz. Qayerdadir eshitib qoldim. Oxirgi paytlarda shu nikoh shartnomasini atilabdan erkak taraf tashabbuskor chiqib, mabodo ajrashsak hech narsa bermaydi deb ayolga shunaqa tashabbuskor chiqayotganini eshitdim. Shu rostmi, yo'qmi? Balki shu tadqiqot qilganingizda shunaqa misollarga uchragandirsiz va rost bo'lsa qanday qilib buni oldini olish mumkin, qanday maslahatlar berasiz? To'g'ri, amaliyotda har xil holatlar uchraydi. Ko'p holatlarda qonunni aylanib o'tish, o'sha misol uchun yoki erkak yoki ayolni o'sha qonun endi bir ko'radi, jinsidan qat'iy nazar shaxslar, fuqarolar deb ko'radi. Lekin o'sha yo erkak yoki ayol tomonidan aytaylik qonunni aylanib o'tish maqsadida ikkinchi tomonni muayyan huquqdan mahrum qilishga harakat qilish holatlari ham uchraydi. Tadqiqot o'tkazganimizda shunaqa holatlar, amaliyotni, sud amaliyoti materiallarini o'rganish jarayonida shunaqa holatlar uchraydi. Ya'ni nikoh shartnomasini ko'plar o'sha uni ahamiyatini, uni oilani mulkini va ikkala tarafni bir xil himoya qilish shartiga egaligi, kelajakda kafolatlovchi sug'urta sifatida bilmaydi, ko'rmaydi yoki uni aytaylik bilish darajasi pastligi ham desak noto'g'ri bo'lar-ku, lekin ko'p holatda o'sha rasmiy so'zlarni, qonundagi rasmiy so'zlarni bilmaslik, uni qanaqa ma'noni bildirishini bilmasligi, bu yerda o'sha bizdagi o'sha yuridik xizmatni, malakali yuridik xizmatni yetishmasligi, ya'ni uni sharhlab berish, uni ko'proq targ'ibot qilish, namunaviy shakllarni yaratish, har bir oilaga individual yuridik xizmat ko'rsatishni o'sha kamligi ham qaysidir ma'noda rol o'ynashi mumkin. Buni ham ko'rganmiz. Endi amaliyotda shunaqa holat bo'ladi. Masalan, erkak kishi asosan ishi avtomashinani sotish bilan shug'ullanadi yoki uy-joy oldi sotisi bilan. Shu yerda makler bo'lishi mumkin. O'sha dallol deymiz, o'rtakash degan so'zlarni ishlatishadi. Mana shu holatlarda u ko'p holatlarda mashinani yoki uy-joyni o'zini nomiga notarius orqali rasmiylashtirilayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu holatda qonun talabi aytadiki, agar sen o'zingga mol-mulk olsanmi, demak albatta eringni yoki xotiningni xabardor qilishing kerak va uni roziligi bo'lishi kerak. Rozilik degani notariusning oldiga kelib, demak vaqt ajratib, shu rozilikka berish kerak. Va bugungi kunda shaffof bu narsalar, bilamiz, o'sha barmoq izlari talab etiladi va bu yerda muayyan o'sha to'lovlari ham bo'ladi. Ya'ni agar bir kunda u 5-6 ta mashina oldi sotisini qiladigan bo'lsa, aytaylik, misol tariqasida, demak uni ayoli bir kun o'sha 5 marta notariusga birgalikda u bilan borish kerak bo'ladi. Chunki uni nomiga qo'yilayotgan mol-mulk hisoblanadi. Shu jihatdan ularni fikrlashi bo'yicha o'ylashadiki, ya'ni kel qo'y mashina ha deb
rasmiyatchilik qilmasdan baribir o'sha biz xotinmiz, baribir o'sha mol mulk, lekin bu mana bu mol mulk bu bizni u daromadli tadbirkorligim-ku bu. Shuning uchun shunaqa qilsak bo'ladimi desa, aylanma yo'li nikoh shartnomasi bo'lib chiqyapti-da. Va shu aylanma yo'lda nikoh shartnomasida aytilyaptiki, go'yoki ayolning o'sha bir bandida men shu rozilikdan voz kechaman. Ya'ni har kimni o'zini olgan mol mulki o'ziniki va ajrashish paytida men biron nima talab etmaymanga o'xshash shart kiritadigan bo'lsa, mana shu holatda u haligi aylanmaga aylanib qoladi va bu yerda eng xavfli jihati ayolni va bolalarni yoki uy-joysiz yoki mol mulksiz qolib ketish xavfi. Agarki haligi o'rtada ishonch yo'qolsa, ertaga o'sha erkakni aytaylik bankrotlik holati yoki qarzdorlik holati yuzaga kelishi mumkin. Mana shu holatda ko'chada qolish xavfi ayol va bolalarda bo'ladi. Shuning uchun ham ularni biz zaif tomon deb nomlaymiz. Endi yana boshqa aylanma yo'llar ham bor biz amaliyotda ko'rganimiz. Misol uchun o'sha aytaylik bir erkakni bir rasmiy nikohi bor, yana ikkita norasmiy nikohi bor yoki yana bitta norasmiy nikohi bor. Mana shu holatdagi mulkiy munosabat qanaqa bo'ladi? Va shunaqa narsalarni amaliyotda ko'rdik. Ya'ni rasmiy nikohdagi ayol bilan u ajrasha olmaydi, chunki aytaylik o'sha ijtimoiy normalar yo'l qo'ymaydi. Aytaylik gap so'z bo'lish, turli o'sha qarindosh urug' orasidagi holatlar yuzaga kelishini inobatga olib, ayoliga nikoh shartnomasi orqali u egallashi mumkin bo'lgan mol mulklarni o'sha ko'rsatib bergan holda keyingi norasmiy nikoh bilan yashash holati ham kuzatilgan amaliyotda, shunaqa ham bor. Endi bu holatida ayol demak mol mulki ega holatda keyingi nikohga rozilik berishni ko'rish mumkin. Bu yerda nikoh shartnomasini shunaqa holda qo'llashyapti. Qiziq. Ya'ni o'sha xalqimiz topaveradi har xil yo'llarini. O'sha bu yerdagi aytyapman-ku, huquqiy qaysidir ma'nodagi ongni shakllanishi. Ya'ni nikoh shartnomasini asl maqsad, mohiyati, uni ahamiyati emasda, uni boshqa yo'llarda foydalanish amaliyoti bor, afsuski bor. Mana masalan, men boshida aytgan holat, agarda ataylabdan suiiste'mol qilmoqchi bo'lsa, erkak taraf, kuyov taraf kelinni olib kelsa notariusga, shu payt notarius kelinga tushuntirib, oqibatlarini ko'rsatib tushuntirish majburiyati bormi notarius ustidan? Ha, albatta, bu notariat to'g'risidagi qonunda notarius huquq majburiyatlariga kirgan alohida modda bor. Ya'ni notariuslarimiz shu har ikkala tomonga har qanday bitimda, bu faqat nikoh shartnomasida emas, bu oldi sotdi, hadya bo'lishi mumkin va hokazo bitimlarda doim taraflarni o'sha egalik qilish, foydalanish, tasarruf etish huquqlarini to'liq tushuntirib berish kerak va uni oqibatlarini ham sharhlab berishlari kerak bo'ladi. Shunaqa majburiyatlari bor. Lekin mana misol uchun bosim ostida qilingan shartnomalar, majbur qilib qilingan shartnomalar bular o'z-o'zidan haqiqiy emas hisoblanadi. Bu notarial tasdiqlandi qandaydir holatda deylik. Aytaylik juda ham bu qanday bo'ladi? Odatda misol uchun erkak aytishi mumkin, juda shoshib turibman. Notariusni ham vaqti ziq ekan. Shunday qo'l qo'yasan, ketamiz, tez bo'ladi shu ishimiz deydi. Shunda notarius so'rashi mumkin, tushundingiz, ha tushundik, aytaylik, shoshib qilindi deylik, ehtimol olsak-da. Bu ish sudga borgan holat bo'lsa, o'sha taraflarda haqqi bo'ladi. Agar muayyan huquqlar buzilsa, u shartnomani haqiqiy emas deb topish mumkin. Qonun shu qoidani belgilaydi va sudda o'sha da'vogar taraf aytishi mumkin. Mana bu bandlari mani huquqlarimni buzgan. Shuning uchun uni to'liq
haqiqiy emas deb topishni so'rayman yoki qisman haqiqiy emas deb topishni so'rayman deyishga haqqi bor. Ya'ni buni qonun belgilab bergan. Oila kodeksining 31-moddasi 5-qismida ko'rsatib o'tilgan. Agarki o'sha shartnomadagi shartlar taraflarni noqulay holatga solsa, tarafdan birini zaif qilsa-da, taraf birini zaif qilsa, uni muayyan huquqlardan mahrum qilishga olib kelsa, cheklasa uni huquqini, bu holatda u haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Bu juda ham muhim, eslab qo'yinglar. Mana bor ekan bu qonunda. Nima deb o'ylaysiz? Shu nikoh shartnomasi tuzilayotgan paytda har ikki taraf o'zini alohida yuristi bo'lishi naqadar muhim? Bu juda muhim holat hisoblanadi. Manimcha baribir xotin bo'lsa bitta yurist olishsa kerak. O'zi qoida tariqasida nikoh shartnomasini tuzishga shoshilmaslik kerak. Ya'ni qaysi ma'noda aytyapman shoshilmaslik? Buni shoshma-shosharlik bilan, pala-partish holatda va qaysidir bir dona namunaviy shakl asosida o'shani shablon qilib foydalangan holda tuzish bu mutlaqo noto'g'ri. Aslida mana xorijiy mamlakatlarni ko'p tahlil qilib, bizniki bilan qiyoslab o'rgandikda, mana shu holatda kuzatdikki, ularda talab qo'yilgan, qonun tomonidan talab qo'yilganki, nikohga kirishdan avval tuzilayotgan shartnoma bo'lsa, demak, erni o'zini shaxsiy advokati, xotinni o'zini shaxsiy advokati alohida, demak, shartnomalarni loyihasini tayyorlaydi. Va ikkita advokat xotin ishtirokida keyinchalik bir kunni belgilab uchrashib, bitta yagona shaklga loyihada to'xtashadi. Undan so'ng notariusga boriladi. Ya'ni bu sud tomonidan qo'yilgan shart, qonun tomonidan qo'yilgan shart hisoblanadi. Sudda bu alohida ko'rib chiqiladi. Ya'ni tuzilayotgan payti qanday bo'lgan? Masalan, nikoh tuzish vaqti bilan uni oralig'idagi ungacha bo'lgan oraliqda nikoh shartnomasi qachon tuzildi? Uni orasida qancha muddat bo'lgan? Yetarli darajada taraflar o'zini mol-mulkini to'liq ko'rsatganmi? Ko'p holatda bo'ladi, erkaklar yashirishi mumkin, boshqa tadbirkorlik faoliyati bo'lishi mumkin, daromadi bo'lishi mumkin. Shunaqa holat yuzaga kelishi mumkin. Va ikkala tomon ham himoyalangan tarzda loyiha ishlab chiqiladi va mukammalroq loyiha chiqadi. Namunaviy shakl yoki shablon ko'rinishda emasda. Endi bizni amaliyotimizda hozirgi kunda oilaviy, huquqiy o'sha yuridik xizmat yetishmaydi yoki mediatorlarni qaysidir ma'noda etishimiz mumkin. Mana shu oilaviy boshqa kelishuvlar ham borda, mana shulardagi ishtiroki, o'shaning uchun yoki qaysidir aytaylik xizmat markazlar bo'lishi mumkin. Oilaviy yuridik xizmatlar ko'rsatuvchi markazlar bo'lishi mumkin. Mana shu faoliyatda yoki advokatlarimiz orasida oilaviy ishlar bilan mana shunaqa shartnomalarni tuzish, ularni sharhlab berish, ularni o'sha amaliyotda huquqlarni buzmaydigan holda qilib berish holati kam. Endi bu men o'ylaymanki, bozor iqtisodiyotidagi talab taklifga bog'liq. Ya'ni aholimiz aytaylik talab ko'paysa mana shu aytaylik xizmatga, u holda unga yarasha malakali xizmat ham yuzaga keladi. Lekin aholimizda hali ham ikkilanish borda. Buni tuzsammikin, tuzmasammikin? Tuzsam xavf bo'larmikin yoki yaxshi bo'larmikin degan ikkilanish borda. Shuning uchun o'ylayman, ikkala tomonda ham o'sha alohida yurist bo'lgani, ikkalasi ham alohida ko'rgani yaxshi. Endi masalan, chet el amaliyoti, sud amaliyotida shunaqa holat bor. Ularda ham shunaqa foydalanib qolish holatlari bo'ladi. Masalan, aytishadi, qo'y endi sani yuristingman, yuristing qilib ikkita xarajat qilib yuramizmi? Keyin mani yuristim bitta loyiha tayyorlay qolsin degan shunaqa taklif bo'ladida. Sud amaliyotida ularda shunaqa test qo'yilgan. O'sha shartnomani avval aytaylik shu ish ajrimga bordi, ajralishga bordi, sud ko'radi shartnomani.
haligi aytganimizdek qaysi muddatda tuzildi, yuristlar ishtiroki bo'ldimi, ta'minlandimi, shartlar qanday, shartlar qaysidir tomonni biron nimadan mahrum qilmayaptimi, o'ta ularni shaxsini, sha'nini, qadrini buzuvchi holatlar yo'qmi va umumiy yashash davridagi holatlarni shartnomaga mos-mosmasligi testidan ham ko'rib chiqadi. O'shanga qarab, ya'ni ishni ko'radi, hal etadi. Ya'ni shartnoma bor ekan, bo'ldi, shu bo'yicha ishni hal qilamiz degan tushuncha amaliyotdan ular ham ancha yiroqlashgan. Xurshidaxon, kinoda ko'p ko'ramiz, er-xotin turmushdan oldin shu nikoh shartnomasini qilib, agarda xiyonat holati bo'lsa $1000 emas, $1,000,000 to'laysan, hattoki shu puli yo'q bo'lsa ham shuni ham qirqizishadi. Bizdachi bunaqa qilish mumkinmi o'zi qonunchilik, yo faqat mol-mulk haqida yozish mumkinmi shu shartnomaga punkt? Tushundim. Demak, bizni oila kodeksimiz faqat o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek mulkiy munosabatlarni ko'radi. Mulkni o'sha umumiy tartibdan ulushliga, alohida, birgalikdagi mulkni o'zgartirish imkonini beradi. Lekin shaxsiy nomulkiy munosabatlarni kiritishni nazarda tutmaydi. Nimalar kiradi ularga desangiz, misol uchun aytaylik, mehnat faoliyatini tanlash yoki bolalarni tarbiya qilish bilan bog'liq masalalarni yoki aytaylik, o'sha siz aytganingizdek, oila turmush doirasida muayyan shaxsiy daxlsizlikni buzadigan holatlar yuzaga kelsa, sha'n bilan bog'liq, jismoniy, jinsiy daxlsizlik nazarda tutiladi. Ya'ni bu yerda oilaviy zo'ravonlik holatlari nazarda tutilishi mumkin. Yoki misol uchun yana shunaqa odatlar bor. Mana ichkilikbozlik, haligi giyohvandlikka berilish holatlari, mana shu salbiy odatlar, mana shularga odatlanganlik holatlarini ham misol uchun shularga kiritish mumkin, lekin ular o'sha shaxslar o'rtasida bo'lgani uchun qonun ularni tartibga sola olmaydi. Qonun har bir oilani o'zini individual xususiyatlarini barchasini qamrab ola olmaydi. Shuning uchun ham bu shartnoma kiritilgan. Ya'ni shartnoma orqali siz kelishib oling o'zingiz o'rtangizdagi shaxsiy munosabatlaringizni degan mazmun yotadi. Bo'lmasam, lekin bizda mumkin emas. Yo'q, bizda hali nima deb o'ylaysiz? Bizga kerakmidi shunaqa? Balki qanaqadir reformalar kerakdir bu sohada. Nima deb o'ylaysiz? Tadqiqot o'tkazgansiz. Shu so'nggi yil olib borgan 3 yil davomida olib borgan tadqiqotlarimiz natijasida biz shunaqa xulosaga keldik va shu dissertatsiya himoyasida ham mana shu takliflarni berdik. Va bu takliflarimiz amaliyotdan kelib chiqdi. Sud amaliyoti, bizni kuzatuvlarimiz, bugungi kundagi oilaviy nizolar holatidan, ya'ni hozirgi kunda xiyonat holatlari, tazyiq zo'ravonlik holatlari, ayniqsa oilada sodir etilishi ko'paygan, xotin-qizlarga, bolalarga nisbatan mana shu holatlar yoki haligi biz aytgan zararli odatlarga odatlanish holatlari ham kuzatilgani sababli biz taklif qildikki, mayli, juda mayda ko'rinishdagi shaxsiy munosabatlar kirmasin. Aytaylik, kim nechida turadi, kim choy tayyorlaydi yoki kim qaysi payt qanday ko'rinishda bo'ladi. Parvarish qilish. Ular haqiqatda kulgili ko'rinadi o'zimizga ham. O'sha lekin mana bu zaif tomon va zarar yetkazish nuqtai nazaridan, haligi yoki foydalanib qolish nuqtai nazaridan ularni ham kiritishni taklif etganmiz. Yana bundan tashqari yana bir holat bor, bilasizmi Nodiraxon? Shu amaliyotda kuzatilgan o'sha xotin-qizlarni huquqi bilan yana bog'lab qoladi-da endi bu mavzu. Misol uchun turmush qurishyapti. Qiz o'sha kelin bo'lib tushdi. 3-4 oy yashashyapti, lekin yigitni
bu turmushdan avval yashab yurgan boshqa ayoli bor. Aytaylik farzandi ham bor. Lekin bundan hali kelinchakning xabari yo'q. Mana shu holatda uni huquqlarini himoyalanishi. Hali oilada mol-mulk ham yo'q, hali oilada farzand ham yo'q, lekin bu ochilib qoldi deylik. Shu holatda nima bo'ladi? Bizda ko'p holatlarda ayollarimizga javob berib yuboriladi. Yo'q, biz bir-birimizga to'g'ri kelmadik. Uzr, endi ota-onamni xohishiydi bu deydi. Lekin shartnoma ham yo'q. Yoki migratsiyaga ketib ikkinchi oila oladi. Yoki migratsiya jarayoni bu ham o'ziga yarasha e'tiborni jalb etadi. Yoki va hokazo holatlar. Mana shunga o'xshash holatlarda sug'urtalovchi instrument vosita kerak. Ana shuni o'zi aslida shartnoma bajaradi-da. Chunki qonun bunaqa vaziyatlarni norma orqali ko'rsatib bera olmaydi. Xurshidaxon, nikoh shartnomalari shu nikohdan oldin majburan kuyov kelinni olib kelayotgan vaziyatlar ko'pmi? Endi majburan o'zimga kuch ishlatish ma'nosida emas endi masalan. Baribir qaynona ustidan tursa, kuyov ustidan davay qo'l qo'y desa, nima qilsin bechora, qo'yadi-ku. Endi bu notariat amaliyotidan yana so'rash kerak bo'ladi. Endi men tadqiqotda o'rgangan holatlarimda ko'proq misol uchun ayollarda uyalish bo'ladi. Shu aytishadi, turmush o'rtog'im shu narsani taklif qildilar yoki o'sha qaynonam aytdilar. Endi yo'q deyolmadim degan holatda borishadi misol uchun. Endi buni biz kuch ishlatish deb aytolmaymiz. Bu qaysidir ma'noda ishonchga asoslangan, endi qaynonam o'zimni onam yoki turmush o'rtog'im meni aldamasa kerak degan tushunchalar ham bo'lishi mumkin-da. Shu bilan bog'liq agar majburiy deb qaramasak, mana shu holatlar ham uchrab turadi, bo'lishi mumkin. Haligi aytgan, yuqoridagi aytgan sharoitlarimizda bo'lishi mumkin. Lekin masalan amaliyotda ko'p mol-mulkda bo'layotgan asosiy masala shu kelinni uyga kelgandan keyin qaynona yoki qaynota shu kelinni yashab ketishini uni farzand ko'rishi bilan bog'laydi. Ya'ni uyga ro'yxatga qo'yish. Masalan, propiska deymiz-ku oddiy tilda. Shu propiskaga qo'yish masalasi ham ancha muddat cho'ziladi. Ya'ni bu nimadan dalolat beradi? O'sha mol-mulkka egalik qilish, foydalanish huquqini beradi bu propiska. Ertaga bo'linadigan bo'lsa, propiskani 3 yildan keyin qilishgan. O'sha men turib oldim, nima qilmayapsiz? Nimadir kutyapsizlarmi dedi. Ya'ni 2 kun o'tib sразу qilib tashlashdi. Endi bular aytilmaydi, qaysidir ma'noda ochiq gapirilmaydigan, ammo uyat degan narsa bor, baribir jamiyatimizda. Ammo bu shunaqa narsaki, o'sha mol-mulkni himoyalanish erkakni ota-onasi tomonidan deymizmi? Ertaga shu ishonchga kirgan va bir nechta farzandlarni onasi bo'lgandan keyin mana shu ishonch paydo bo'ladi. Va bu farzandlar afsuski shunaqa qarashlar bor, o'g'il bola bo'lishi kerak. Yo birinchisi, yo ikkinchisi, yo uchinchisi. Qiz bola bo'lsa qilmaydimi? Qiz bola endi masalan ketma-ket 3 ta qiz tug'ilgan holatlarda qaysidir ma'noda o'g'il tug'mading degan stereotiplar ham bor, uchrab turadi endi chekka hududlarimizda. Propiska qilinmaydimi shunda? Propiska berilmagan holatlari bo'ladi. Endi bu hozir propiska bilan bog'lashimmi bu shartnomani? Endi propiska degani bu mol-mulkka ega bo'ldi. Shu uy-joydan muayyan ulushga ega bo'ldi. Mana shu yerda egalik, foydalanish huquq paydo bo'ldi degan bilan bog'liq narsa-da. Shuning uchun bu holatni aytyapman. Va qaysidir ma'noda shu davr oralig'ida haligi kelin sinovda bo'ladi-da, sinovda bo'ladi. Endi mana shu davrlarda aytaylik men yo'q deb qo'ysam yoki bularni aytganini qilmasam degan tushunchalar ham bo'lishi mumkin. Endi u har xil kelinlar ham bor, to'g'risini aytish kerak. Hozir ba'zi kelinlar bo'lishi mumkin, yo'q, men huquqimni bilaman deb huquqlarini talab qilishi mumkin. Lekin biz gapirayotgan holatda
o'sha soddalik qilib ularni ha endi imzolashim kerak ekan deb ishlariga kerak ekan deb borib imzolab kelishi mumkin va u yerda nima yozilgan, qanday oqibatlarga olib kelgan. Lekin shu holatda qizlarimiz, kelinlarimiz bilish kerak. Har qanday holatda ham notariusga borilganda notariusdan so'rashligi mumkin. Bu nimani bildiradi? Bu menga nima oqibat olib kelishi mumkin? Meni nimadandir mahrum qiladimi yoki ega bo'lamanmi? Yoki bular menga mana shunaqa tushuntirishdi, ishlariga kerak deb tushuntirishdi. Aslida bu ishlari kerakmi yoki biza bilan bog'liqmi, ertaga meni bolalarim bilan, o'zim bilan bog'liqmi deb so'rashga albatta uyalmasdan so'rashligi mumkin va notariuslarimiz ham albatta aytib o'tishadi, bu tartib bor. O'ylaymanki, o'sha har bir notarius o'sha insof bilan, adolat nuqtai nazaridan yondashadi. Aytib o'tishadi ko'p holatlarda, lekin bo'lishi mumkin. Misol uchun qaynana kirib olishi mumkin notarius yoniga yoki turmush o'rtog'i tepasida turgan holatda iymanib yana so'ralmasligi mumkin. Shunda yakka qolsam bo'ladimi degan vaj bilan ham alohida so'rab ko'rishi mumkin bo'ladi. Shunaqa holat. Lekin siz aytganingizdek, nomulkiy nikoh shartnomasi qilish huquqi bo'lsa, qonun o'zgartirilsa, menimcha bu nafaqat qiz tarafiga, balki erkak tarafiga ham yaxshi bo'ladi. Menimcha, men o'zim ikkita o'g'lim bor. Yaqinda bir nimada internetda chiqib ketdi, yangilik, novost, bilmadim rostmi yo'qmi, buni yaxshilab o'rganib chiqmadim. Agarda ajralish bo'lsa, erkak va farzandlar bo'lsa, erkak hattoki общий mol-mulk bo'lmasa ham erkak ayolga kvartira arenda qilib berish kerak degan yangilik chiqib ketdi. Bu payt qarasam kommentlarni, ko'pchilik erkaklar voy, agarda bizga xiyonat qilsa, baribir to'laymizmi kvartirasini deb juda ham shovqin, to'polon bo'lib ketdi kommentlarda. Shu hollarni oldini olish uchun ham menimcha shu nikoh shartnomasi agarda nomulkiy bo'lsa, nafaqat qiz tarafiga, balki yigitlarga ham yaxshi bo'ladi menimcha. Nima deb o'ylaysiz? Va bu novost chiqqan. Nima novost edi o'zi? Tushundingizmi qaysi biri? Demak, o'tgan yili 25-yili yangi qonun kuchga kirdi. O'zi kuchga kirdi. Kuchga kirdi. 1053 raqamli qonun. Bu qonun orqali o'sha oila kodeksiga, uy-joy kodeksiga o'zgartish kiritildi. Endi asl mazmun mohiyati yana mol-mulk bilan taqaladi. Demak, amaliyot, kuzatish, tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, aholimiz haligi shartnoma tuzishni ikkilanib turibdi, kam tuzadi, hali uni ahamiyati hali yetayotgan soddalik holatlari bo'lganda, unda qonun qaysidir ma'noda himoya qilish kerak-ku degan mazmunda mana shu o'zgartish kiritildi. Faqat u yerda bilishimiz kerak, tartib shunaqa. Bu hamma holatga xos emas. Faqatgina ta'zib va zo'ravonlik holatida va ajralish jarayonida agar shartnoma yo'q, propiskaga qo'yilmadi yoki umuman mol-mulk yo'q va erkak nomida, nomida mol-mulk yo'q. Ko'pincha aytyapmiz-ku, demak, qaynona nomida bo'ladi, qaynota nomida bo'lishi mumkin. Ana shu holatda ayol uysiz qolayotgan holatlar ko'p bo'ldi. Uysiz, bolalar ko'chada. Va ming afsuslar bo'lsin, bizda shu ajralish jarayonida bolalar ona bilan qoladi. Juda kam holatlarda otalar o'z farzandlarini meni zurriyotim bu deb olib qolish holati kam. Bo'ldi, bola ham onaniki bo'lib qoladi bu holatlarda. Endi alimentga hozir kirmayapman, bu juda katta alohida mavzu alimentlar. Ya'ni mana shu holatda aytaylik, ayol butun qaysidir ma'noda umrini deylik oilaga bag'ishladi. O'qishini tashladi, kasbini tashladi, 3 bola farzand tarbiyasiga qaratdi, daromad ham ko'rmadi,
oilada xizmat qildi. Aytaylik, qaynona xizmatini qildi, qaynota xizmatini qildi. Qariyalar bo'lsa qariyalarga Qariyalarga qaragan, nogiron parvarish farzand qilib. bo'lsa nogiron farzandga qaragan bo'lishi mumkin. Turli holatlar. Ana shu holatda yana mol mulksiz qolish, yana uy joysiz qolish, yana ta'zib zo'ravonlik ostida yashab kelgan bo'lsa, mana shu holatda yarashtirish, ya'ni ta'zib zo'ravonlik holatida yarashtirish muddatlarini qo'llamaslik kiritildi birinchi holatda. Keyingi holatda uni demak ajrashayotgan paytda mol mulksiz qolishi kafolatlandi. Bu yerda qonunshunos shunaqa to'g'ri tushunchani kiritdiki, bu yerda yozildi. Ya'ni erkak nomida bo'lmasa ham, mulk kimni nomida bo'lgan bo'lsa, mulkdor so'zi kiritildi. Ya'ni mulkdor shu ayol va bolalarni uy-joy bilan ta'minlash kerak. U ijaraga olib berishi mumkin yoki shu yashab turgan uydagi uydan ajratib berishi mumkin yoki yangi uy olib berishi sharti qo'yildi. Va haligi aytayotgan ikkita holatni inobatga olish kerak. Ya'ni bu yerda ayol umuman mutlaqo mol mulksiz holat nazarda tutiladi. Bu barcha demak ajrashayotganlar holatida emas. Lekin bu baribir ham o'ylayman amaliyotda katta foizga ega. Chunki haligi aytganimizdek yuqorida mol mulkni kimni egalik qilish, tasarruf etishi hali er yoki xotinning mustaqilligiga ega bo'lmayapti-da. Men o'zim tasarruf qilaman, o'zim mol mulkimni degan narsa ozroq. Ko'proq qaynonalar nomida, qaynota nomida bo'lib qoladi. Bitta notarius beruvdi. Erkak kishi kelyapti-da, anaqa kvartira emas, mashina olayotgani. Mashinani onasiga оформление qilyapti. Bir zo'rg'a kelyapti deydi, bitta kampirshoq 90 yoshli mashina olyapti, yaqibi. So'radim deydi, siz mashina haydaysizmi? Nima qilasiz mashinada? U ham yumorli ayol. Ayu endi tasku endi bu jarayonda notariuslarga ham qiyin. Misol uchun uni ishonchli emasligini baholashi, qanaqadir indikatorlar ko'rinishlari, uni maxfiylik holatlarini aniqlash. Lekin baribir notarius отказ bera olmaydi-ku shu holda. To'g'ri. Даже ko'rib tursa. Yoshidan qat'iy nazar deymiz biz, shartnoma tuzish erkinligi degan tushunchalar ham bor-da. Afsuski endi o'sha ayyorlik deymizmi bu narsalarni. Lekin ko'proq baribir qaysidir ma'noda shu mol mulkni begonalashtirmaslik narsa yotadi-da. Uni o'sha meros darajasiga borganda ham xuddi shunaqa holat. Qaysi bir farzandga berish bermaslik yoki ishonchga kirgan kelinmi, farzandmi o'ylab ko'riladi bu narsalar. Birdaniga o'sha berish holatlari kam bo'ladi. Endi insofli oilalar ham ko'p, to'g'ri, ularni ham aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Lekin aksariyat muammoli tarafi mana shu uchraydi, to'g'ri, amaliyotda bo'lib turadi. Xurshidaxon, mana siz keltirgan misol zo'ravonlik holatda kvartira yoki arenda qilib berish kerak deb aytdingiz. Agarda zo'ravonlik er tarafidan emas, qaynona tarafidan bo'lsa-chi, mana yaqinda menimcha o'tgan hafta chiqdi yangiliklarda, bitta qaynota keliniga tegajonlik qilgan ekan. Shunday holatlarda ajralish bo'lsa-chi, baribir ta'minlanadimi? Endi men hozir tushuntirishimni, birinchi qoida bu ta'zib zo'ravonlik holatida yarashtirish muddati olib tashlandi. Mana sudga keldik ajrashishga, aytaylik, ikkita shaxs keldi, ajrashyapti. Mana shu holatda sudning vazifasi ularni yana bir marta shu qarorni o'ylab chiqishiga o'sha muddat beradi. Birinchi 3 oy berishi mumkin, yana bir 6 oy muddat berishi mumkin. Endi u holatga qarab-da. Lekin sudning vazifasi shu oilani saqlab qolish, chunki bola manfaati ustun hisoblanadi bu masalada. Endi bolalik farzandlar haqida misol keltiradigan bo'lsak, endi ta'zib zo'ravonlik bormi? Bu qonun kirganda shu muddat belgilash mumkin emas. 3 oy, 6 oy belgilash mumkin emas. Ya'ni avtomat tezlashtirib ajrashtiriladi. Chunki ta'zib zo'ravonlik holatida mana suiqasd,
yoki o'sha ko'pincha ayollar o'zini suiqasd qilishi mumkin, bolalar bilan birga suiqasd qilish holatlari kuzatiladi yoki qotillik. Bularni oldini olish uchun kerak qotil. Mana shunda yarashish muhlatini olib tashlanyapti. Endi keyingisi haligi uy-joy bilan bog'liq qoidasida unda ayol uy-joysiz qolib ketayotgan tartibida bo'ladi. Endi siz aytayotgan misolda qaynota u tazyiq zo'ravonlik mana jinoyat kodeksiga ham kirgan oilaviy maishiy zo'ravonlik moddasida ham shaxslar degan so'z ishlatiladi. Faqat er yoki faqat xotin, qaynona, qaynota degan ishlatilmaydi, shaxs deydi. Zo'ravon shaxs. Zo'ravon shaxs bu qaynona ham bo'lishi mumkin, qaynota bo'lishi mumkin. Siz aytayotgan shilqim holatlar, qayn og'a, qayn uka tomonidan ham shilqim holat bo'lishi mumkin yoki migratsiyada bo'lsa особенно bo'lishi mumkin yoki aytaylik qayn opa, qayn singil tomonidan kelinga nisbatan ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun qonunda shunaqa so'zlar ishlatiladiki, shaxs degan zo'ravon shaxs deyiladi va u holatiga ko'ra demak kvalifikatsiya qilinadi, holatiga ko'ra yechim topiladi sud tomonidan. Agar bu jinoiy tergov holatlariga yetib boradigan bo'lsa, u holatda ham o'sha har bitta zo'ravon shaxsi bilan ishlanadi. Endi bu alohida mavzu zo'ravonlik masalasi. U yerda tuzatish dasturlari ishlash kerak, idoralararo hamkorlik masalalari bor. Va hokazo holatlar. Lekin bu yerda siz aytayotgan holatda, ya'ni u holatda ham tazyiq zo'ravonlik holatida ayolda haqqi bor murojaat qilishga, buni ochiq etishga va shu holatda ham ajrashishni so'rashga yoki alohida yashash imkoniyatini yaratish kabilarni so'rashi mumkin. Agar aytaylik bu sud jarayonigacha chiqsa, haligi uy-joysiz qolish holati bo'lsa, unda uy-joyi shu ta'minlab berishni so'rashi mumkin bo'ladi. Ajrim ko'p deyilyapti. Asosan shu ajrimlarning sabablarini ham o'rganib chiqqansizlar. Albatta, bular bir-biri bilan nima deydi, chambarchas bog'liq holatda. O'zi tadqiqotimni olib borishimning asosiy sababi shu bo'ldiki, misol uchun ko'p harakat qilamiz biz oilani, masalan bolani eng ustuvor huquqlari deymizda. Nimaga? Chunki bola o'sha oilada katta bo'lish huquqiga ega. Ayriliq holatida emas. Ya'ni faqat ona qaramog'ida emas, bu keyinchalik uni tarbiyasida katta ta'sir ko'rsatadi. Otani ham roli bo'ladi, onani ham o'ziga yarasha roli bo'ladi. Shuning uchun qonun mana shu jarayonlarni barchasini tartibga sololmayotganini ko'p kuzatdim. Ko'p murojaat qilishadi. Mana siz huquqshunossiz, aytaylik mana bu yerda qanaqa chora qilsak bo'ladi, qanaqa yechim topsak bo'ladi deyshadi. Qonunni ochib ko'rganimizda barcha mayda va mana bugungi kunda biz aytdik 98-yil qabul qilingan oila kodeksimiz. Yillar davomida to'g'ri unga o'zgartirish kiritib kelyapmiz. Lekin hozirgi davr talabi o'zgardi. Oilaviy munosabatlar ham o'zgarib boryapti. Oilaviy munosabatlarga ta'sir etuvchi omillar ham o'zgarib boryapti. Bu yerda biz yashayotgan o'sha gadjetlar, telefonlar, mobil aloqalarni yoki globallashuv deymiz, tezlashib ketganda hayotimiz. Bunday olib qaraganingizda ham tez so'zini, srochno so'zini ko'p ishlatamiz. To'g'ri. Shuning uchun ham munosabatlar ham individuallashib boryapti tobora. Biz degan o'sha bir oila, bir makon ko'rinishida munosabatlarni chiqishib, sabr qilib, toqat, qaysidir ma'noda bir-birini hurmat, ishonch bilan yashaydigan munosabatlar o'sha kamayib boryapti-da. Shular ham ta'sirini ko'rsatadi. Qaysidir ma'noda migratsiyani ta'siri bor. Aytaylik, uzoq muddat birga yashamasligi. Ya'ni erkak aytaylik migratsiyada yoki mana bugungi kunda xotin-qizlarimiz ham migratsiyaga chiqishyapti. Bunda bolalar yana yoki qariyalarning qo'lida, bobo buvini qo'lida
qolish holatlari bo'ladi. Mana shu jarayonlar ham ta'sir qiladi. Yana mana shu nizoli holatlarda yechim topolmaslik holatlari ham bo'ladi. Masalan, aytaylik ayollarimiz o'sha oilaviy nizoli holatida o'sha yukki mas'uliyatni o'zi bo'yniga olib qo'yadi, siqilib qoladi, psixologga murojaat qilishni bilmaydi yoki o'sha huquqiy chorani ko'rsa ham, bilsa ham qonunni qo'rqishi mumkin. Uni ijtimoiy norma ushlab turadi. Masalan, hozir aytsam, bu battarlashadi. Bu ajrimga olib boradi yoki meni nomim chiqadi. Uyat bo'ladi yoki onamnikiga qaytib bora olmayman. Qo'ni qo'shnilarga gap so'z bo'laman degan tushunchalar ham bo'lishi mumkin. Yoki xiyonat holatidagi ajralishlar ham ko'p. Masalan, bunda ham masalan onlayn virtual tanishuvlar yoki yangi ishqiy sarguzashtlar holati ham kuzatiladi. Mana shu holatda ajralishlar. Keyin sud amaliyoti shuni ko'rsatdiki, hozir holatdagi eng ko'p vaj ko'rsatilgan da'vo arizasida o'zaro bir-birimizni xarakterimiz to'g'ri kelmadi degan tushunchalar bilan ajrashganlar bor. Endi xarakter to'g'ri kelmasligini ular mana statistika ko'rsatadi, ko'proq ajralishlar 2-3 yil, 5 yil oralig'ida birga o'sha turmush qurgan yangi yosh oila ko'rinishida ko'proq ajrashishadi. Mana shu jarayonda aytishadiki, bizni xarakterimiz to'g'ri kelmadi. Hali bolalarimiz ko'paymasdan yoki hali tazyiq zo'ravonlik holati kuchaymasdan tezroq ajrasha qolaylik degan tushunchalar ham bor. Sababi nimada? O'zingiz shaxsan nima deb o'ylaysiz? Endi o'sha amaliyotni kuzatish shunaqa ko'rinadiki, masalan, qaysidir ma'noda erkakni o'sha moddiy ta'minotchi sifatida ko'riladi. Agarki erkak kishi o'sha yetarli darajada daromadga ega bo'lmasa, endi yosh oila bo'ladi, yosh yigit misol uchun oliy ta'lim bitirgan bo'lsa, kasb hunariga ega bo'lsa ham hali unaqa katta daromad olmasligi mumkin. Bu bitta omil. Yana bitta omil bo'lishi mumkin. Agar ta'lim darajasi bo'lmasa, o'qimagan bo'lsa deylik, oddiy tilda oddiyroq ishda ishlashi mumkin bo'ladi. Aytaylik, mardikor bo'lishi mumkin, daromad past bo'lishi mumkin. Shu holatda mana bugungi kunda ayollarimizda ham ehtiyojlari bor o'ziga yarasha. Shu ehtiyojlar qondirilmasa, bu moddiyat bilan bog'liq bir sabab bo'lishi mumkin. Endi yana bor psixologik haligi bir-biriga to'g'ri kelmaslik. Endi psixologlar aytadiki, mana har bir inson bir-biri bilan o'sha birga yashab, bir-birini umumiy qadriyat paydo bo'lguncha 5 yildan oshiq vaqt kerak. O'sha bir-birini ham kamchilik tomonini ham nima deydi, plus minus deymiz-ku, tomonlarini ko'rish uchun shuncha muddat kerak deb aytishadi. Endi masalan psixologlarimiz haqiqatan ham o'sha tushunishlar yuzaga kelmaydi. Endi o'zbekchilik tomonidan olib qaraydigan bo'lsak, bizda ko'pincha ayollarimiz turmushga chiqayotganda faqatgina turmush o'rtog'i bilan munosabatni yaxshilashdan tashqari qaynona, qaynota, qaynagachi, qayni opalar, jiyanlar va umuman boshqa xola ammalar bilan ham munosabatni yaxshi qurishga harakat qilish kerak. Shu jihatdan qaysidir ma'noda tushunmovchiliklar kelib chiqadi. Bir umumiy oila bo'lib yashash jarayonida aralashuvlar ko'payadi. Misol uchun qayn opa uni qiling, buni qilmang deyishi mumkin. Qaynona biron bir ishidan kamchilik topdi deylik. Kelinlar uni noto'g'ri qabul qilishi mumkin. Ha, menga endi tanbeh berishdi, juda ko'p tanbeh berishdi deb qabul qilishi mumkin. Har xil bo'lishi mumkin vaziyat. Shu holatlar ham uchraydi. Endi yana bor psixologik dan tashqari fiziologik to'g'ri kelmaslik holatlari ham endi u kamdan kam, masalan bu befarzandlik holati bo'lishi mumkin, lekin mana bugungi kunda bilasiz EQ holatlari, o'sha sun'iy demak homiladorlik yoki surrogat onalik ham mana bugungi kunda ko'tarilayotgan mavzu. Mana shunaqa xizmatlar ham bugungi kunda bor.
shulardan ham foydalanishadi. Endi kam juda holatda. Daromad pastligi dedingiz. Daromad past bo'lsa, shaxsan nima deb o'ylaysiz? Balki kechroq uylanish kerakdir. Bunaqa erkaklar sani запросing katta demasdan, может быть, ему лучше больше зарабатывать. Endi bilasizmi, hozir oxirgi yilni kuzatsangchi, mana shu nikoh tuzayotganda yigitlarimiz ham, qizlarimiz ham ancha shu jarayonlarni o'zligi his qilishyapti. Qaysidir ma'noda mana Z avlod degan tushunchalar ham bor. O'sha Z avlod davri hozir. Endi ularda o'sha o'ylab ko'rish, oqibat, kelajakni ko'rish bu quvontiradi yoshlarda shunaqa paydo bo'lgani. Endi o'sha rasmiy statistika bugungi kunda o'rtacha nikoh qurish yoshini 25 yigitlarimizda 27 ko'rsatyapti o'rtacha. Qizlarimiz 22-23 ko'rsatyapti o'rtacha yoshida bu endi. Ancha ko'tarildi oxirgi 5-10 yil ichida. Bu o'sha oliy ta'limga bo'lgan qamrov ham kengayib bordi. Ham qizlarga mana ko'p imkoniyatlar yaratilyapti. Magistraturada yoki bakalavrda hali kontraktlarni to'lab berish. Mana shu holatlar bor. Lekin yigitlarda o'sha mas'uliyatni his qilib, o'qishni bitirib, keyin kasbga ega bo'lib uylanish, ko'proq endi shahar holatlarini aytaman, shaharlarda shunaqa. Endi chekka qishloqlarda albatta bu jarayon o'sha o'zimiz qadriyatlarga xos 22-23 larni tashkil etishi mumkin. To'g'ri, endi bu tavsiya qilinishi mumkin agar shunaqa daromadga ega bo'lib keyin turmush qurish. Davlat bunga aralashmaydi, aralasha olmaymiz. U har bir shaxsning o'zini yo'q, shunga qarori yurist sifatida emas, sizga shaxs sifatida savol berdim, shunga nima deb o'ylaysiz deb. Albatta shunaqa bo'lgani yaxshi deb o'ylaymiz. Ham nima deydi, bu sog'lom avlodga ham xizmat qiladi, sog'lom farzandlar tug'iladi. Aytaylik, o'sha bemalol bolaga parvarish, uni xarajatlari bo'ladi. Bugungi kunda bolani katta qilish bilan bog'liq xarajatlar ham ancha o'ziga yarasha talablari bor. Yana bilasizmi, Nodiraxon, ajralishlar, mana shu oilaviy nizolarda bitta holat bor. U ham bo'lsa yoshlarimizni oila qurishga tayyor emaslik holat ham bor, qaysidir ma'noda, mazmunda. Ya'ni bu yerda ularni oilaga bo'lgan o'sha huquqini bilmasligi va ertaga turmushda birgalikda olib ketishni, birgalikda o'sha yaxshi, yomon kunlarda yonida turib berish deymizmi oddiy tilda. O'sha tavsiya qilgan bo'lardik har bir yosh turmush qurmoqchi bo'lgan yoshlarimizga avvalambor o'sha oilani mas'uliyatini his qilish kerak. Oila o'zi nima? Ertaga oila bo'lib yashash nima degani? U masalan ko'p gapiramiz, oila bu muqaddas, lekin o'sha muqaddasligi nimada degan savolni bir marta bo'lsa ham berib ko'rish kerak. Ertaga sen o'zingdan tashqari yana boshqa shaxs uchun mas'uliyat olyapsan va ertaga 3-chi farzanding paydo bo'ladi. Uni ham mas'uliyati bor. Mana shu mas'uliyatlarga sen tayyormisan? Ertaga shu majburiyatlarni bo'yningga olib shularga turib bera olasanmi? Qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Mana shunda ikkalasi bir-birini tushunib birgalikda olib keta oladimi degan savollarni berib ko'rish kerak. Albatta mana shu jarayonda maslahat go'y aytaylik, bu bo'lishi mumkin. Qarindosh urug'lar orasida yaxshi obro' e'tiborga ega, oilada yaxshi oila namunasini ko'rsatgan oilalarimiz bor, namunali oila egalari. Mana shulardan maslahat olish mumkin. Bundan tashqari tumanlarda ham hozirgi kunda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash
kurslarim bugungi kunda yana onlayn kurslar ham tashkil etilmoqchi. Bu yerda ham maslahatlar beriladi. Albatta mana reproduktiv salomatlik, kelinlar uyalishi mumkin, doktorlarga murojaat qila olmaydigan holatlari bo'ladi, bolalar bilan bog'liq holatlar bo'lishi mumkin yoki kuyovimiz bilishi kerak bo'lgan holatlar bo'ladi, ayollar bilan bog'liq o'sha salomatligi bilan. Mana shu jihatlar ham albatta maslahat bilan qilinsa, haligi nikoh shartnomasi masalasi ham huquq yo'nalishida bog'liq yoki oilaviy byudjet. Mana oilaviy byudjetni bugungi kunda mana kreditlar masalasi bor, qarzlarni sarflash yoki daromadni qanday to'g'ri taqsimlash kerak. Kattakon rahmat, sizga ko'pgina mavzularni gaplashib chiqdik, lekin vaqt zich. Shunga hurmatli tomoshabinlar, yana qanaqa oilaviy munosabatlar, ajrimlar yoki shu sud jarayoni bo'yicha savollar bo'lsa, albatta kommentlarda qoldiringlar. Biza katta vyupusк chiqarmasak ham, hech bo'lmasa reels qilib yana chiqaramiz. Kommentlarda qoldiringlar, podpiska qilinglar, o'tkazib yubormaslik uchun. Kattakon rahmat. Rahmat sizga. Hurmatli aziz opa-singillarimiz, albatta nikoh shartnomasini, o'sha ahamiyatini ochib berishga harakat qildik. Yana savollar, murojaatlar bo'lsa, albatta yanada kengroq tushuntirishga harakat qilamiz. Qisqa qilib, tavsiyaviy ko'rinishda aytib o'tishimiz mumkinki, albatta nikoh shartnomasi tuzishdan avval yurist maslahatidan foydalanish zarur va notariusdan shu tuzish jarayonida shartnoma shartlarini tushuntirib berishni, qanaqa huquqlarga, qanaqa majburiyatlarga ega bo'layotgani va u qanday oqibatlarni ertaga olib kelishi mumkinligini albatta so'rang. Va bundan uyalmang, chunki bu sizni huquqingiz va qonun sizni himoya qiladi.